Parallelogramma perimetri 90 santimetrga teng. O'tkir burchagi 60 gradus. Parallelogramma diagonali o'tmas burchagini 1/7 nisbatida bo'ladi. Shu yerda 1/7 emas. Masalan, shartda biroz kamchilik ketibdi. 1/3 nisbatida bo'ladi. Parallelogramni tomonlarini toping. Hop, demak, BD o'tmas burchagini, BD diagonali o'tmas burchagini alfa-yu 3 alfa nisbatida bo'ladi. Bir burchak o'tkir burchagi 60 gradusga teng. Parallelogramma qarama-qarshi tomonlari teng parallel bo'lgani uchun bu burchagimiz ham alfaga teng. Dastlab uchburchak ABD dan ichki burchaklar yig'indisi 180 gradus. Bundan alfani topadigan bo'lsak, alfamiz demak 30 gradusga teng. Ikkinchisi, demak, alfamiz 30 gradus bo'lsa, 3 alfamiz 90 ga teng. Bu burchagimiz 30 gradusga teng. Hop, AB tomonini A bilan belgilasak, 30 gradusga qarshi aytib, gipotenuzani yarmiga teng. Ya'ni bu tomon 2A ga teng bo'ladi. Perimetri 3 ko'paygan A plus 2A. Bu ham 90 ga teng. Hop, A ni topadigan bo'lsak, A'imiz 15 ga teng. Javob parallelogramma tomoni 15 hamda 30 santimetrga teng ekan.